Salom, men yana Chigitman. Birinchi qismda sizga yer tayyorlash haqida ma'lumot bergan bo'lsam, endi keling, meni qaysi vaqtda ekish ma'qulligi haqida gaplashamiz. Shinjon usulida ob-havo sharoitidan kelib chiqib, ekish ishlarini odatda 10-martdan boshlash mumkin. Lekin bu yil mart boshi seryog'in va sovuq kelgani uchun ekish kechroq boshlanmoqda. Dehqon bobo, yaxshisi meni tuproqning 10 sm qatlamida harorat 8-10 darajaga yetganda ekishni boshlang. Ana shunda men tez va bir tekis unib chiqaman. Meni ekishda maxsus siyalkalardan foydalaniladi. Quyida yozilgan ushbu siyalkalar yordamida meni 76-10 qo'shqator usulida ekasiz. Bu jarayonda tomchilab sug'orish slanglari ham qo'shqatorlar orasida tortiladi. Ustimdan 1,5 mikron qalinlikdagi plyonka yopiladi. Agar plyonka juda yupqa bo'lsa, quyosh, issiqlik va begona o'tlar ta'sirida tez yirtilib ketadi va keyinchalik uni yig'ib olish ham qiyinlashadi. Shuning uchun plyonka qalinligiga e'tiborli bo'ling. Odatda meni yengil tuproqlarda 4 sm, o'rta va og'ir tuproqlarda 3 sm chuqurlikka, gektariga o'rtacha 20-25 kg me'yorda ekishadi. Shunda dalada g'o'za nihollari zichligi gektariga 220-240 ming tub atrofida bo'ladi. Va bunday dalalarda ko'pincha yaganalash ishlari ham talab etilmaydi. Agar bahor seryog'in kelsa va sizot suvlari yer yuzasiga juda yaqin bo'lsa, plyonka ostida ortiqcha nam yig'ilib qolishi mumkin. Bunday holatda daladagi plyonka yopilmagan ochiq qator oralari 30-35 sm chuqurlikda yumshatiladi. Bu ortiqcha namni kamaytirishga yordam beradi. Shuningdek, tomchilab sug'orish slanglari g'o'za qatorlari orasida joylashtirilsa, men namlik va ozuqani tez va qulay o'zlashtiraman. Natijada nihollar sog'lom rivojlanib, kelajakda mo'l va sifatli hosil yetishtirishga zamin yaratadi. 3-videoni ham kuting. Unda siz uchun ajoyib yangilik haqida ma'lumot beraman.